Mana azizlarim, xonadonimizga kirib oldik. Kirganimizda ko'rib turganingizdek oppoqqina aboylari zo'r svetlisdan yopishtirib qo'yib, undan o'tganimizda bu yoqda tualet vanna qismi, bu bir xona bo'lgani uchun tualet vanna qismi bitta bo'ladi. Undan o'tganimizda bu yoqda oshxona qismimiz, oshxonamizga ham mana chiroyli kuxnya mebellarni taxlab qo'yilgan, aboylari chiroyli holatda yopishtirib qo'yilgan. Undan o'tganimizda bu yoqda bir xona bo'lgani uchun kichkinagina 3 ga 2 balkonimiz joylashtirilgan. Bu yoqda yurganimizda asosiy xonamizga o'tib olamiz. Mana asosiy xonamizga ham o'tib oldik. Asosiy xonamizda ham aboyni yaxshi, chiroyli, zo'r holatda yopishtirib qo'yibdi. Tepada natijnoylarni qilib qo'yilgan ekan. Bu uyimiz uglda joylashgani uchun ikki taraflama oynasi bor. Lokatsiyaga keladigan bo'lsak, mana juda ham zo'r lokatsiya. Bu yoq shundoqqina mana forum, uni yonida esa shundoqqina katta fresh. Bu uyimiz kirpichli dom 3-qavatda joylashgan. Atapleniyalar zo'r ishlaydi ekan. Bu uyimizda ko'rib turgan hamma mebel texnikalar shundoqqina tashlab ketiladi. Bu uyimizning narxini egalari 22.700 etib belgiladi. Pastda raqamlar qoldiramiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Mana shunday zo'r lokatsiyadan kvartira qidirib yurgan tanishlarga bu videoni yuborib qo'yamiz.